O'zbekiston so'nggi 5 va 10 yil ichida oqil, neytral va texnologik rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Kommentariyada javob qoldiring do'stlar. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekiston bu murakkab o'yinda to'g'ri yo'ldami? Dunyoda shunaqa ham o'zgarishlar bo'lyapti. Insoniyat tarixida ilk bor eng katta o'zgarishlar davrida turibmiz. Nima uchunligini bilgingiz kelsa, videoni oxirigacha kuzating. Biz esa boshlaymiz. Dunyo 10 yildan keyin qanaqa bo'ladi? Va nihoyat dunyo siyosatining yashirin rejasi. Albatta bu savollar juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Demak, bugungi mavzumiz aynan shu haqida. Ya'ni 3 qutbli dunyo. Bu yerda kim yutadi, kim yo'qolib ketadi? Insoniyat tarixidagi eng katta bo'linma. Biz insonlarni oldinda nima kutmoqda? Siyosat ortidagi haqiqatlar, bularga biz tayyormisiz? Albatta, agarda biz tafakkurni ishlatsak, dunyoda bo'layotgan vaziyatlarga to'g'ri tahlil bera olsak, kelajak bizga qanday surprizlarni berayotganini ko'ra olish qobiliyatiga ega bo'lamiz. Biz har kuni yangiliklarni ko'ryapmiz. Urush, sanksiyalar, qo'rquv, qimmatchilik. Lekin men sizlarga boshqa bir savolni beraman. Agarda bu hodisalar tasodif bo'lmasa-chi? Agar bu narsalar katta bir rejaning kichik bo'laklari bo'lsa-chi? Bugun biz ushbu videoda romantika emas, balki real haqiqatlar haqida gap olib boramiz. His-tuyg'ularsiz, shiorlarsiz, faqat mantiqan, faqat prognoz qilamiz. Do'stlar, albatta kommentariyada yozing. Sizlarga ko'ra kelajak xavflimi yoki imkoniyatlimi? Albatta, kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang hamda do'stingiz bilan ulashib qo'ying. Video opisaniyasida Telegram va Instagram kanallarimga obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan faqat tafakkur ilg'or suriladi. Eski dunyo nima uchun yiqiladi? Hozir men sizlarga buni tushuntirib beraman. 1991-yildan keyin dunyo bir qutbli edi. AQSh markazida, qolganlar esa bo'ysunar edi. Qisqacha faktlarni keltirib o'taman. Iroq, Liviya, Suriya, Afg'oniston qachon qoida faqat kuchlilarga ishlasa, bu qoida emas. Qarabsizki, bu qoidalar instrumentlarga aylanadi. Sizningcha, xalqaro huquq haqiqatdan ham ishlayaptimi? Kommentariyada shunchaki javobingizni yozing. So'nggi yangiliklarga ko'ra, hozirgi dunyo mutlaq qoidasiz. Bu so'nggi yangiliklardagi tafsilotlarda yaxshigina ko'rishingiz mumkin. Bugungi dunyo ko'p qutbli, lekin qoidalarsiz. Ushbu xaoslarning markazida AQSh, Rossiya, Yevropa va global janub. Lekin hech kim uchun o'lmoqchi emas. Hech kim ideologiya uchun qurbon bo'lmaydi. Hozirgi paytda hamma faqat manfaat uchun harakat qiladi. Ha, biz yashayotgan zamon va tarixning sinishi mana shu nuqtada boshlanyapti. Davlatlar do'st bo'lishi mumkinmi? Yoki bu yerda faqat manfaatlar bormi? Hozirgi dunyomizda asosiy qurol bu tanklar emas, yadroviy qurol ham emas. 21-asrning eng asosiy qurollari bu moliya, axborot, texnologiya, energiya, logistika. Kim ushbu zanjirlarni nazorat qilsa, o'sha davlat urush boshlamay yutib chiqadi. Faktlarni misolga keltiraman. Sanksiyalar, Swift, chiplar, neft va gaz. Sizga ko'ra kelajak urushi qanday bo'ladi? Kelasi 5 va 10 yil ichidagi eng aniq prognoz shundaki, AQSh gigamon emas. Bu o'yinda faqatgina rejissyor bo'lib qoladi. Dunyoni kichik konfliktlar orqali boshqarish juda ham avjiga oladi va bu borada dollarning uzoq yashash strategiyasi ham shu bilan bog'liq. Xitoy esa o'zining pozitsiyasini sekin, sovuqqon va sabrli yo'lni tanlaydi. Iqtisodiy ekspansiya, logistika nazorati, Tayvan o'rtasida bo'layotgan mojarolar esa bu faqat vaqt masalasidir. Rossiya esa kelasi 5-10 yil ichida kuchga tayangan davlatlarning eng birinchi qatoriga aylanadi. Sanksiyalar normal holatlarga aylanadi. Harbiy qutb saqlanib qolinadi. Yevropa esa bu qutbda boy, lekin zaif davlatlarga aylanadi. Xavfsizligi uchun AQSh kabi mamlakatlarga milliardlab dollarlar to'laydi. Yevropa davlatlarida so'nggi 5 yil, 10 yil ichida demografiya juda ham keskin pasayib ketadi. Iqtisodi esa hamishangidek Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'liqligini ushlab qoladi. Global janubda esa yangi o'yinchilar chiqa boshlaydi. Afrika, O'rta Osiyo, Yaqin Sharq davlatlari. Va bu yerda siz qaysi davlatlar kuchayishini kutyapsiz? Agarda O'rta Osiyo davlatlari deykan bo'lsangiz, kommentariyada fikr qoldiring. Bu katta global burilishda kim yutadi va kimlar yutqizadi? Yutadigan davlatlar, adaptiv davlatlar, neytralitetni ushlab turgan davlatlar, texnologiyalarga ega bo'lgan davlatlar.
Yutqazuvchi davlatlar qatoriga esa qat'iy bloklarga kirib qolgan davlatlar, ideologiyalarga kur-kurona ishonadiganlar va nihoyat iqtisodsiz davlatlar. Bu borada mutlaq yutqizishi mumkin. Eng achchiq haqiqat shundaki, xalqaro adolat degan narsa yo'q narsa. Bugungi geosiyosatda bor narsalar esa bu balans qo'rquvi. Qachon ushbu balans buzilsa, tarix qaytadan boshlanadi. Va bu narsalar yaxshilikka olib kelmashi ham mumkin. Bu joyda biz tarixni tugashini emas, balki tarixning qayta yozilishi boshida turibmiz. Va shaxsan sizga savol beraman. Bu yerda bizlar tomoshabinmi yoki ishtirokchi? Qolaversa, insoniyat kelajakka tayyormi? Bu narsaga siz tayyormi? Kommentariyada albatta o'zingizni fikringizni qoldiring. Bu borada O'zbekistonning asosiy geosiyosiy faktlarini aytib o'taman. O'zbekiston mana shu uch qudratli davlatning o'rtasidagi garant sifatida butun dunyoga tanilmoqda. Bugungi kunda O'rta Osiyo mamlakatlariga mana shu uchala gigamon davlatlar ham o'zining uzoq va uzluksiz diqqatini qaratgan. Bu yerda neytralitet strategiya emas, neytralitet O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlari uchun yaqqol shiorligini isbotladi. Bugungi kunda O'zbekistonni olib borayotgan iqtisodiy balanslari O'zbekistonga nafaqatgina foyda keltiryapti, balki O'zbekistonni imijini butun dunyoga tobora ilg'or surmoqda. Bu borada O'zbekistonning asosiy savdo sheriklari Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Yevropa. Bu borada globalizatsiya va kelajak tendensiyalari yaqqol ko'rinmoqda. O'zbekistonning kelajagi porloqligini asosiy ifodasi shundaki, asosiy ustunligi geografiya emas, asosiy ustunligi mantiqiy va ehtiyotkor siyosat. Buning uchun albatta yurtboshimizning qilayotgan sa'y-harakatlari o'zining pozitiv xarakterini ko'rsatib kelmoqda. Katta davlatlar bu yerda urishayapti. Informatsion, iqtisodiy va sanksiyalar orqali. O'zbekiston esa urushga kirmasdan mana shu katta tendensiyalar ortida balansni ushlashga harakat qilmoqda. Bu joyda biz kuchli finalni aytib o'tamiz. Ha, O'zbekiston so'nggi 5 va 10 yil ichida oqil, neytral va texnologik rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Kommentariyada javob qoldiring do'stlar. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekiston bu murakkab o'yinda to'g'ri yo'ldami? Kommentariyada javoblaringizni kutaman. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.